Ya, obunachi 1 million bo'ldi. Yo, bola, video boshlanibdi-yu. Barchaga assalomu alaykum. O'tirmay bor qiling. Keyin so'rashamiz. A few moments later. Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan men Minecraft. Bu videoni nimaligiga qiziqayotganlar uchun sizlar previewdan ham ko'rib bo'ldinglar. Aytmasam ham bo'ladi. Olar obunachilar, bu juda ham zo'r video bo'ladi. Komment yozib, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bugun basketbol o'ynaymiz. Erta tongdan kim shovqin qilyapti? Uxlashga berasizlarmi, yo'qmi? Menimcha jitillar bo'lsa kerak. Hoy, jitillar, nega shovqin qilyapsizlar? Uxlashga berasizlarmi, yo'qmi? Leo, yur basketbolga borasanmi? Birga o'ynaymiz hamma. Yo'q, bormayman. Meni uyqum kelyapti. O'zinglar boraveringlar. Uyqum ham kelmayapti endi. Mayli, kompyuter ko'raychi, yangiliklarda nima ko'rsatyapti. Diqqat, bu xavfli xabar. Hamma eshitsin. 11-chi, 12-chi, 13-chi, 14-chi, 15-chi qishloqlarga katta sunami bormoqda. O'zingizni asrab, balandroq va yer tagida bunkerlar qurib oling. Iloji boricha suv kirmaydigan joylarga yashirining. Oy, bu yomon xabar-ku. Obunachilar, biz zudlik bilan bunker qurishimiz kerak. Eshitgan bo'lsangiz, 13-qishloqni ham aytdi. 13-qishloq bu bizning qishlog'imiz. Tezroq narsalarni olib, bunkerni qurishni boshlayman. Kamerani o'chiramiz va ketdik, tezroq borish kerak. Skladga borib narsalarni olib keling. Bunkerni mana bu yerdan qurishni boshlayman. Belgilab qo'ying. Bo'ldi, tezroq borish kerak. Narsalarni olib kelaylik. Vaqt yetmaydi. Tez orada sunami keladi va skladga borib narsalarni olib kelyapman va mana bu yerga bunkerni qurishni boshlayman. Stop, ana voleybolga boradigan jitillarni ham ogohlantirib qo'ying. Xo'sh, jitillar, yangilikni eshitdinglarmi? Yana qanaqa yangilik? Qishlog'imizga sunami kelar ekan. Jitillar, tezroq sizlar ham bunker quringlar yoki teparoqdan boshpana quringlar. Bo'lmasam sunamining tagida qolib ketasizlar. Voy, rostmi? Jitillar qochdik. Biz mana bu katta minorani ustiga chiqib olamiz. Ha, mayli, o'zinglar bilasizlar jitillar, men o'zimga bunker quraman. Obunachilar, bizni qishlog'imizga katta sunami kelayotgan ekan, shuning uchun jitillarni ham ogohlantirib qo'ydim. Endi biz skladdan olib kelgan narsalarimizdan bunker quramiz. Bunker juda ham zo'r chiqishiga umid qilaman. Qanunda bunkerning qurilishini boshladik. Mana obunachilar, bunkerni ham qurib bo'ldim. Endi bunkerni sizlarga ko'rsatishim qoldi. Qani, unda bunkerning ichiga ketdik. Sunami 1-2 soatlardan keyin kelib qoladi. Jitillar yo'q, ko'rinmayapti. Ular ham bunker qurgan bo'lsa kerak. Mana bunkerning qurilishi tugadi va bu yerda kameralar bor kuzatib turish uchun. Bu bedrockli oynalar. Ichkariga kirib pastga tushamiz. O'ta mustahkam eshiklar o'rnatganman. Bu esa oshxona, yotoqxona, hamma xonani birlashtirganman. Va bitta eng zo'r xonam bor. Mana bu yerda gaming xona. Bu yerga kirib bemalol kompyuterlar o'ynashim mumkin. Mana bu esa mini creepercha. Bu yerda full hamma narsalarim bor. Bemalol videolar olaman. Bu Naruto. Qanunda televizor ko'ramiz. Nima bo'lyapti? Yo'q, nima bo'lyapti? Zilzila bo'lyapti. Obunachilar,
Yo, tsunami kelish boshlandi yo. Bizi qishloqqa katta tsunami kelsa kerak. Hozirgina video montaj qilishni tugatdim. Endi tashqariga chiqish kerak. Oradan bir hafta o'tdi. Nimalar bo'lgan ekan? Ya, bu yerga ham suv kiribdi. Tomdan tepamdan suv tomyapti. Bunkerda qanday turib qolaman? Mana bu xonagacha suv tushayotganmi? Yo, buni tepasini obsidian bilan o'raganman. Televizorni o'chiramiz. Jitellarga nima bo'lgan ekan? Mana bu suv o'tkazmaydigan shlemni kiyib bir tashqariga chiqib kelayinchi. Qanunda tashqariga ketdik bolalar. Jitellar balkim ular bunker qurishgandir yoki teparoqqa yashiringan bo'lsa kerak. Hozir tepaga chiqaylikchi. Jitellar bir haftadan beri qorni och bo'lsa kerak. Mana bu yerdan chiqib aniq nomi bilib nega bosilmayapti? Yo, chiqolmay qoldim. Mayli, unda yana ko'ramiz. Yo'q. Qanchacha qoldi? Chiqish kerak. Yo, bosilmayapti. Men hozir borib pastdan bir narsani olib kelayin. Mana obunachilar, biz gubka oldik. Bu gubkani shkafga solib qo'ygan edim. Bu orqali biz mana bunday suvni yo'q qilishimiz mumkin. Qani shunday qilib tepaga chiqib olamiz. Bu yerdan yo'qlamiz, tezroq suv oqmasdan oldin. Ha, bo'ldi. Endi bular sindirib olamiz. Bularni pishirsak, ichidagi suvlari yo'q bo'ladi. Bedrockli oynalarim umuman sinmabdi. Bunisi yaxshi, lekin mana bu obsidian ichidan suv o'tgani yomon. Tezroq tepaga chiqamiz tepaga. Jitellar ovozi eshitilyaptimi? Tezroq chiqish kerak. Mana shu minoraning birinchi qavatiga chiqib olamiz tepaga. Ya, politsiyachi jitellarmi? Ey, politsiyachi jitellar, chiqinglar. Mana bu oynani sindirib kirishga to'g'ri keladi. Mayli, kiraveramiz. Nima gap, jitellar, nima bo'ldi? Leo, bizni qornimiz och. Bir haftadan hech narsa yemadi. Leo, yordam chaqir yoki ovqat Hop, jitellar, hozir ovqat olib kelaman. Obunachilar, biz yordam chaqirdik. Endi bu yerdan ketishimiz qoldi. Jitellarga ovqat olib chiqib berdim bunkerdan. Ularning qorni to'q. Endi bizga yordam berishini kutamiz. Shu yerda videoni tugatamiz. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang.